Mana joy namoz boshiga duo qilyapman. Mana shu Boysun shaharni ichiga qo'ygan kim qo'ygan bo'lsa, qaysi tabrikkor qo'ygan bo'lsa, iloyim Xudo jazosini bersin. Mana kecha men radarga tushdim. Bitta mashin kelib yo'lda o'rtasiga buzilib qolgan edi. Avariyada turibdi. Orqamga ham mashin bor edi. Shundoq chiqib ketdim. Tushibdi. Bu nohaqlik. Men nohaq chiqqanim yo'q yerga. Iloyim Xudo jazosini bersin. Eng yaxshi ko'rgan bolasidan teshib chiqsin. Shu puldan 1% shunga o'tsa ham kim qo'ygan bo'lsa, boshi balinsadan chiqmasin. Eng yaxshi ko'rgan bolasini orqasidan sarson bo'lib yursin. Boshqa ilojim yo'q. Xudo iloyim jazosini bersin. Men bergan pulimdan mingdan ming norizoman. Xudo jazosini bersin. Eng yaxshi ko'rgan bolasi orqasidan sarson bo'lib yursin. Men norizoman. Mingdan ming norizoman. Umuman rozi emasman. Amin Alloh akbar. Ey Xudo jazosini ber. Shu dunyoga hayotga sarson bo'lib yursin qo'ygan odam. Amin Allohu akbar.